Zimiston torining xabari qaraganda, Xitoy kommunistlari Sharqi Turkistondagi musulmonlarning cho'nglarini atalmish tarbiyalash markazlariga qamab, ularning ballalarini xitoylashtirish maqsadida bog'chalarga qapsab milliy kimligini yo'qotayotgan mushundaq bir kunda bu tarbiyaning sirtida qolganlarga hech xotirjamlik bermadi. Yaqin kunlarda Sharqi Turkistondagi aholilarni dam olish kunlari o'zlarining diniy faoliyatlar bilan shug'ullanadi ekan deb, shanba, yakshanba kunlari mahalla komitetlariga yig'ib olib, usul o'ynatib, Xitoycha naqshi etkizib, Xitoylarning an'anaviy urf-odatlarini o'rganishga majburlagan. Dam olish kunlarini oilasida o'tkazish imkoniyatini yo'q qilib, milliy kishilik turmush qarashi, oila turmush odatlarini nobud qilishga urinmoqda. Hatto mahallagacha yo'g'on yangratqularni o'rnatib, yuqori ovozda qo'yib, to'xtamay o'zlarining razil siyosatlarini atdigandan kashkicha anlatib, dehqon chorvachilarga hech oromlik bermagan. Muhammad bin Salman o'tgan hafta Xitoy hukumati 3 milliondek Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon xalqlarni yig'ib olish lagerlariga qamab, xalqarada qattiq tanqidga uchrayotgan bir mezgilda Xitoyni ziyorat qilgan. Uning ziyoratining shunday bir halqaliq paytda elib berilishi Uyg'urlarda va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarida ba'zi umidlarni paydo qilgan. Ular bin Salmanning Bejinda Saudiya Arabistonining ishki haram muhofizachisi degan nomini joriy qildirib, lagerdagi Uyg'urlarning taqdiri haqida Xitoy taraf bilan so'zlashishini umid qilgan. Biroq uning Bejindagi ifodasi Uyg'urlar va kishilik huquq tashkilotlarini qattiq umidlantirib qolmay, yana Uyg'urlar uchun intayin echinishli bo'ldi. Saudiya Arabiston valiahdi shahzodasi Muhammad bin Salman 21 fevral kuni boshlangan 2 kunlik Sharqi Turkiston ziyoratida Xitoyning terrorlik va radikallikqa qarshi turish tadbirlarini qo'llaydiganligini bildirgan. Bin Salman Xi Jinping bilan ko'rishganda Xitoyning terrorlikqa qarshi turish, diniy asabiylikni tugutish tadbirini elib, davlat bexatarligini qo'g'dash haqqi borligini bildirgan. Xi Jinping bo'lsa Saudiya Arabiston bilan Xitoyning singib kirishiga qarshi turish, asabiy ideyalarning tarqalishining oldini olishda hamkorlashish kerakligini ta'kidlagan. Bin Salman lagerlarni oshkora tilga olmagan bo'lsa-mu, lekin uning so'zi Xitoyning lager qurib 3 milliondan ortiq Uyg'urlarning qamishini qo'llagandek bishorat bergan edi. Kishilik huquq mutaxassislarining ilgari surishicha, Bin Salmanning ifodasi Saudiya podshosining ishki haramning muhofizachisi degan diniy unvoniga xilof bo'lib qolmay, kishilik huquq o'lchamlariga xilofgan. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurultiyining oliy darajalik tadqiqotchisi Henry Shayjiviski aniqki hech qanday hukumat Xitoyning 3 million hatto uningdan ko'p Uyg'urni qamashda qilmishini qo'llamasligi yoki uni maqtamasligi kerak. Boshqa hukumatlar bu o'rinlarning ochiq-oshkor emasligini tanqid qilishi, Xitoyning izdiraksiz g'oyib bo'lganlarning oqibati haqida nima uchun uchur bermaydiganligi, shuningdek lagerlarda tan jazosi yuz berayotganligini, kishilarning o'layotganligiga doir ahvollarni so'roq qilish kerak. Buni so'rash har qanday bir hukumatning mas'uliyati. Albatta Xitoyni ziyorat qilgan Saudiya rahbari ishki haramning muhofizachisi degan nomi va musulmonlarga qarata mas'uliyati bo'lsa-mu, shuningdek islomiy hamkorlik tashkilotining muhim a'zosi bo'lish sifatida musulmonlarni qo'g'dash mas'uliyati bo'lsa-mu, Saudiya Arabistonining bu mas'uliyatini ado qilmasligi, shundaqla yana kishilik huquq o'lchamlariga amal qilmaganligini ko'rdik dedi. Bin Salmanning so'zi kishilik huquq tashkilotlarida umidsizlik paydo qilib qolmay, yana xalqaro taratqularda g'ulg'ula qo'zg'agan. Nurg'un xalqaro taratqular Bin Salmanning Uyg'ur masalasida Xitoyni qo'llaganligini ilgari surgan edi. Saudiya Arabistonining Sharqi Turkistondagi terrorlikqa qarshi turish urushini qo'llashi, uning boshqa musulmonlar orasida islomga kafolatlik qilish rolini ojizlatdi ekan. U Turkiya Saudiya Arabistonining bu jihatdagi raqibi ekanligi, Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lining 25 fevral Birlashgan Davlatlar Tashkilotida nutq so'zlab, Xitoyning musulmonlarning diniy va madaniyat huquqiga hurmat qilishga chaqirganligini bildirgan. Hong Kong mediasining xabariga qaraganda, Xinjiangning Sharqi Turkistondagi zulm siyosati Xitoydagi boshqa o'lkalarga va qo'shni davlatlarga eksport qilinmoqchi. Har yildagi ishki yig'inda Sharqi Turkiston terrorlikqa qarshi turib muqimlikni saqlash har doim muhim tema bo'ladi. Atalmış Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Partikomining sekretari Chin Changoning metodi
bulturdan beri xalqaro jamiyat diqqat qiladigan qiziq nuqta bo'lib keldi. 3 yil oldida Xinjiangga Tibetdan Sharq Turkistonga yo'tkilib, huquq tutgandan keyin o'z vaqtida Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Shi Jinpingga tilxat berib, 3 yil vaqt ichida Sharq Turkistonning omonlik saqlash vaziyatida butunlay o'zgarish hosil qilganligini bildirgan. Sharq Turkistonda 2 yildan beri hech qanday zo'ravonlik, terrorlik voqeasi sodir bo'lmadi. Uning ustiga kasbiy tarbiyalash markazlarining ochilishi Xitoy yuqori qatlamining muayyalashtirishiga erishdi. Sharq Turkistonning terrorizmga qarshi turish andisini pishib yetilgan tajriba deb qaralib, Xitoyning har qaysi o'lka va rayonlarga, hatto qo'shni davlatlarga eksport qilmoqchi. Beijing Markaziy televiziya stansiyasi yaqinda Sharq Turkiston terrorizmiga qarshi turish haqida maxsus film ishlagan bo'lib, filmning mazmuni millatlarning inoqligini o'rtaq barpo qilishni o'z ichiga olgan. Ba'zi analizlarga ko'ra, bu Xinjiangning Sharq Turkistonni idora qilishiga chiqarilgan xulosa, hatto Xinjiangning Sharq Turkistondan Beijingga qaytadiganligining beshorati deb qaralmoqda. Oldingi yilning oxirida Xitoy Kompartiyasi hukumatı ko'p qatim chet elning axborot vositalari va Xitoyda turishliq chet el diplomatlarini Sharq Turkistonga taklif qilib, kasbiy tarbiyalash markazlarini ziyorat qildirdi. Ziyorat qilish faoliyatini atalmış Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumatining taklifi bilan Markaziy komitет tashviqot bo'limi va Tashqi ishlar ministrligi bir tutash o'rlashtirgan. Taklif qilinuvchilar bir balvoq bir yo'l bo'yidagi musulmon davlatlarning elchilari bo'lib, Xitoyning musulmonlarni bostirishiga bo'lgan ansirashlarini yo'qotish, shuning bilan birga davlatlar orasida terrorizmga qarshi turishda hamkorlashish hamda atalmış Xinjiang andisini kengaytirishning oldingi tayyorligini qilish maqsad qilingan.